Hello YouTube ahli, sizlar bilan yana o'sha Karpo. Bugun sizlar bilan meni qishloqdan haydadi degan serialning birinchi qismi chiqadi. Joylarga yaxshilab o'tirib olinglar, chunki qiziqarli serial. Videoga like bosib obuna bo'lishni ham unutmanglar. Bu bo'lmasa boshlandi. Xo'p, biz to'g'rilib ham oldik. Ana endi men mana bu qishloqda astagina o'marib ham olishim kerak. Aks holda bo'lmishim chiqib ko'chada uxlab qolaman. Bu yerdan sakrab o'tamizdan. O, yaxshi. Qalaysan uzun burun? O, yaxshi. Mer qayerda bo'lishi mumkin? Menga merda uyi hozirchalik kerak. Bular bunday narsasini olsam ekan? Mayli, ola qolaman. Chunki taqiqlanmagan desak ham bo'ladi. Hech kim taqiqlamagan, shuning uchun men tinchgina kirib olaman. Bo'ldi, bu yerda qiladigan ishim qolmadi. Ana endi men merda topib bitta uy so'rashim kerak. Balkim yarim pulini tushib berar. Menda hali bitta ham zumrad yo'q. Balkim o'g'irlik qilarman. Bilmadim. Mer qayerda bo'lishi mumkin? Voy, uzun burun. Ha, nima deysan? Mer qayerdaligini bilmaysanmi? Bilaman albatta, lekin aytmayman. Nimaga aytmaysan? Aytgim kelmayapti. Aytmayman. Mayli, ishing qilar. Deb ketishimni kutdingmi, brachkam? Ma. Bu yoqqa. Endi sen menga aytmading, demak men seni yeyman. Narsalar yeyman. O, ikkita non. Na puli desam ham bo'ladi, bug'doy desam ham bo'ladi. Hop. Yo'q, mer qayerda bo'lishi mumkin? Merni men topgan deyman. Mer berda nima qilayotgan bo'lishi mumkin? O, Farrosh oldiga kirib ketdi. Kim edi bu? Assalomu alaykum, mer. Va alaykum assalom. Mer, menga ayta olmaysizmi? Menga bitta uy berib tura olmaysizmi? Nimaga? Men ketdim. Amaki, mer tog'a korоче berasizmi, yo'qmi? Shunisini ayting. Albatta bermayman, chunki sen youtubersan. Men youtuber bo'lsam nima qilibdi? Youtuberlarga hozir YouTube kanallari ko'plari bloklanib ketyapti. Ham sen pul ham topmaysan. Nima qilibdi? Kelajakda balkim toparman. Yo'q, baribir seni qishlog'imizga qabul qilmayman. To'g'ri gaplashaylik, mayli. Sen blogersan, ya'ni youtubersan. Men merman. Men Instagramcha gaplashaman. Xo'p, bitta latifa aytib beraymi? Qani aytchi? Bitta mer odamlar orasida o'sirib qo'yibdi. Meni mana uni olib qo'ying. Mayli, qishlog'im ham boshingda qolsin. Men keta qolaman. Mayli. Bitta joydan uy topishim kerak. Aks holda yashirincha uy topsak ham bo'ladi. Bizga uxlashga ham joy kerak. Ishqib meni ko'rmayaptimi? Basharasiga bir tupurib keluvdim-a. Yaxshi. Meni ko'rmayapti. Yo'q. Nima qilyapsan bu yerda? Yo'q, hech narsa. Men prosta bu yerda aylanib yurdim. Farrosh qayoqqa ketyapsan? Qayoqqa ketyapsan chekkaga o'tib? Hech qayoqqa. Mayli. Xo'p, demak merni kuzatish vaqti keldi. Mer qayergadir ketyapti. Bu meni foydamga ishlashi mumkin. Xo'p, bu meni foydamga ishlashi mumkin. Shuning uchun ham men buni qayerga borayotganini bilishim kerak. Voy bolakay, mer qayerga ketganini bilmaysanmi? Mayli. Tashlab o'tiray. Mayli.
Xo'p, mana shu menga bitta mamlaqa ber. Menga dasturxon kerak, chunki oqshom uxlayotganimda zax o'tib ketishi mumkin. Mer qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Yana bitta darushkacha. Oqshom zax o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun ham olamiz. Hop. Yo'q, ketish qo'rindan tushyapti ekan. Bir joydan yerto'la qazib olmasam menimcha yo'q. Bu g'or ekan. G'orlardan oqshomi bilan zombilar chiqishi mumkin. Shuning uchun men bir suv yo'q, normalroq joy topaman. Hop. Endi mana shu yerga joyimni solsam ham bo'ladi menimcha. Yaxshi, bitta fakkel olib kelmadim-da. Yaxshi esa bitta borib fakkel olib kelganim yaxshiroq. Xo'p. Tez yurmasam hozir zombilarga men yem bo'laman menimcha. Hop, fakkellarni menga beringlar. Hop. Qolganlar qayerga tushdi? Aman ekan. Bizga ikkita ham hozirchalik yetib turaveradi. Mer meni qayerda uxlayotganimni bilmasin, aks holda holimga maymunlar yig'laydi. Qani meni joyim? Yo'q. Yo'q, men joyimni yo'qotib qo'ydim chog'ida. Xo'p, mayli. Bir kun mana shu yerda tunab qolsam, hech narsa qilmas. Hech kim ko'rmayaptimi? Mayli. Yorug'likda yoqaman desam, ana shularga qo'ysam ham bo'ladi. Ana. Xo'p. Obunachilar, men kamerani ertaga yoqa qolaman, chunki hozir meni kuzatib ko'rib qolish mumkin yoki odam yo'llagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun svetni hozirroq o'chirmasam hozir meni bilib qoladi. Ozgina uxlab olaman. Mayli. Men ertaga esa kamerani yoqaman. Xo'p, mayli. Maza uxladim. Bu soqollarmi? Meni kiyimlarim qani? Yurma-yur, obunachilar. Menga nima bo'ldi? Men nima bero? Ochiq. Kecha oqshom yopildim-ku axir. Xo'p, fakkel sherga qo'ydim menimcha. Yo'q, farrosh. Boshqa yana bitta shitir. Bugun nimadir? Shitir bittaga ko'paygan. Mer kecha oqshom shubhali ko'ringan shu bir. Mana mer. Yo'q, daraxt tagiga o'tib ketdi. Shu yerda. Mana chekkiga o'tib. Yo'q. Mer nima qilmoqchi ekan? Uyga kirib ketdi bu. Bu yaramas. Yaxshi, hozir bu yaramasdi. Bo'laman, voy. Yaxshi ko'rma. Bolasiga yo'q. Yo'q. Qayerga yashinsam ekan? Yo'q. Yashirinishga joy qolmadi menimcha. Sen nima qilyapsan? Gayi! Yurma-yur. Nima gayi dedimi? Nima qishloqimi? Sal bir politsiya. Yurma-yur. Ko'rmasligi kerak meni. Yo'q, bo'ldi, ko'rdi. Endi yaxshi. Xo'p, mayli.
Qochishim kerak. Ey Jitel, sen meni bugun ko'rmading, tushundingmi? Mana shu uyga kirib olsam edi, zo'r bo'lardi. Hech kim meni topolmasdi ham, tutolmasdi ham. Bu uyni eshigi qayerda bo'lsa? Mana shu yerda, yo'q, bu yerda emas ekan. Mana shu uyda хотя бы eshigi qayerda ekan? Hop. Yo'q. Bu yerlar g'alatiga o'xshaydi ekan. Xo'p, bu yerlar pashta hech kimga tegishli emas ekan, demak, bu yerda men o'zimniki qilib olaman. Men senga gaplashishni eshityapman. Ay, yaraman, hozir narsamni yeb olay. Hozir sizga ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, boshqatdan takrorladi. Men seni ko'ryapman. Mayli, men sen bilan keyinroq shug'ullanaman. Obunachilar, hoziroq videoni agarda o'chirmasam, hozir aks holda men bo'lib ketarkan. Hozir mana bu ko'rishinglar mumkin, mana bu chekkada sekundcha ketyapti. Ana shu xotirasi to'lganligini aytyapti. Shuning uchun ozgina 1-2 haftada yana video chiqib qolishi mumkin. 1-2 haftadan keyin seni ham o'ldiraman, meringga qo'shib, tushunarlimi? Tushundim. Mayli, kulayver. Mayli, obunachilar, bo'lmasam xayr.